Yupqalashtirilgan oyna deymiz-ku. Bitta klientimiz kelib turib, zapas ko'z oynalariga oddiy oynadan buyurtma qilib ketuvdilar. Mana shu oynani bezapravaga yasab qo'yib bera olmadik. Chunki oynasi ahamiyat berilib juda ham qalin. Bezaprava orqasidagi kontur gaykasi yetmay qoldi. 1.49 indeksli oyna. Majbur bo'ldik 1.56 indeksli oynadan qo'yishga. Ahamiyat berilib, bu ham qalin. Lekin 1.49 indeksli oynaga qaraganda baribir yupqa. Kontur gayka bolti ham yetdi. Juda ham ko'p yupqalashtirilgan oynadan yasaganimiz uchun bu juda ham qalin tuyulyapti. Razmerimiz +5,5. Ahamiyat berilib, qanaqa qalin turibdi. Bunga qo'yilgan oyna xameleon ham bitta rangini ko'ramiz. Bu xameleonning ko'chaga chiqqanlik holati opravasi bilan qalay turibdi? Ahamiyat berilib, juda ham chiroyli turibdi. Opravasiga keladigan bo'lsak, Maybach sifati zo'ridan juda ham chiroyli. Opravasi ranglari uncha-muncha o'chib keturmaydi va o'zi bilan komplekt idishlari ham bo'ladi. Ishimizni baholash uchun bitta like bosib qo'yasizlar va iloji boricha bunaqa zrendagi ingichkalashtirilgan oynadan buyurtma qilib yasattirishni tavsiya qilib qolamiz.